zo'r bo'ldi-ya. Gap bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum azizlarim. Bilasizlar, men qanaqa zo'r bujonman. Ham zo'r onaman. Nimaga? Men har doim farzandlarim toza narsa ichishini xohlayman. Qidirib mana Xudoga shukr hammamizga qo'yildi. Mana Grano kompaniyasiga telefon qildim. Shundoq kelib mana qarang, ko'rsating, qo'yib berib ketishdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana toza hayot, toza suv zo'r deb, to'g'rimi? O'shaning uchun nima deyman? Omad yor bo'lsin. Men atmetga qilib qo'yaman azizlarim. Atmetga qilib qo'yaman. Albatta telefon qilib, shunda zakaz qilib, shunda 1 soatda kelib mana muhayyo qilib ketishar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Baribir nima deymiz, organizmga toza suv kerak. O'shaning uchun mana shundan albatta foydalaninglar. O'zingizlarning sog'lig'ingiz uchun Grano esingizlardan chiqmasin. Grano kompaniyasiga gap yo'q. Mana endi maza qilib suvlarni ham ichamiz. Zo'r. Oh, qanday maza bo'ldi. Mana sizlarga ham tavsiya qilaman. Grano atmetga qilaman, telefonlarni qoldiraman. Srochno hozir ko'rdinglar meni. Sira zakaz qilinglar. Mana shunaqa ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Oh.